Sizni xodimingiz, sizni yordamchingiz, sizni hurmat qilgan odamingiz kelib sizga salom beradi. Assalomu alaykum deydi. Siz nima deysiz? Yaxshimisan deysiz. Bo'lmaydi unday. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlarining ahadislarida Alloh taolo Qur'oni Karimda nimaga bo'lmaydi deyapmiz? Iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Alloh taolo Qur'onda Niso surasining 86-oyatida ishonmaganlar ochib ko'rib o'qib ko'rsin. Qachoniki sizlarga biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq alik olingiz yoki o'sha iborani qaytaringiz dedi. Alloh Qur'onda aytayapti buni. Assalomu alaykum deganda yaxshimisan emas. Nima gap emas? Assalomu alaykum deyilganda hech bo'lmaganda va alaykum assalom. Bu barobarida.